Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Rostmana xayr endi qish. O'zbekistonga va nihoyat bahoriy issiq havoni oqimi kirib kelmoqda. Havo harorati hafta davomida ko'tarilib, 15-22 gradusgacha issiq bo'ladi va shu bilan bu yog'i yoz endi. Ertadan boshlab katyol va pechkalarni o'chirishingiz mumkin. Uylarimiz endi hech qanday limit va cheklovlarsiz bepul tabiiy quyosh nurlari bilan isishni boshlaydi. Qishlardan sog'-salomat, omonlikda chiqib olgan barchani tabriklaymiz. Xayr qish, salom metan. Yevropa markazida juda ham issiq harorat kuzatilmoqda. Yevropa markazida o'rtacha sutkalik harorat me'yordan naqd 12 darajagacha chetlagan. Bu mavsum uchun anomal qiymat degani. Rossiyaning Yevropa qismida ham haddan tashqari yuqori harorat qayd etilmoqda. Xususan, Moskva tarixidagi 8-mart kunlari uchun eng yuqori harorat qayd etiladigan bo'ldi. Yevropadagi issiqlik to'lqini umuman olganda O'zbekiston g'arbi va shimolida bu kabi issiqlik yaqin 10 kunlikda O'zbekistonda ham barqaror issiq harorat va quruq ob-havo kuzatilishiga ishoradir. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.